Shu lolagulli materializdan ovsinim ikkalamizga bir xil ko'ylak lozim tikib bering deb yozib qoldi bitta klientimiz. O'tgan yili tikib jo'natgan ko'ylak lozimingizni dazmolda kuydirib qo'ydim, lekin menga juda ham matosi yoqqan edi. Iloji bo'lsa xuddi o'sha ko'ylakdan yana ikkita tikib, jami 4 ta ko'ylak chiqarib bering dedi. Men o'sha kunni o'zidayoq tezda bichish tikishni boshlab bordim. To'g'risini aytsam, qizlar, bu ovsinlarga juda ham havas qildim. Yaxshi ovsin uchrasa yaxshi-da, ayblaringni opa-singlingdek yashiradi. Ba'zi qizlar ovsinining xatosidan foydalanib, o'zini yaxshi ko'rsatishga harakat qiladi. Klientimizga 4 ta ko'ylaklarni atigi bir haftada tayyor qilib berdim. Kurmanji hara guli. Sizlar bitgan holatini videoga olish uchun albatta klientdan ruxsat olganman. Sizga ham shunaqa bir xil kiyinish xohlagan ovsiningiz bormi? Ularga shu videoni jo'natib qo'ying. Klientimiz Qo'qonlik tayyor bo'lgan ko'ylaklarni Qo'qon shahriga jo'natamiz va klientimizdan yaxshi atsiflar kutib qolamiz.